Assalomu alaykum aziz futbol ya'ni mani obunachilarim va futbol ixlosmandlari. Bugun hammani og'zida bo'lgan jahon chempionatida Portugaliya hamda O'zbekiston o'ynashini bilib turganlar uchun bugungi o'yin O'zbekiston hamda Portugaliya. Tarkiblarni bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Portugaliyanikini uchrashuvni Abbosbek Fayzullayev boshladi. Katta uchrashuv. Baribir bu O'zbekiston sharqida o'tgani uchun ham o'zbekistonliklar ko'proq ko'rgani uchun ham bu o'yinni O'zbekistonni tarkibi bilan tanishtirib o'taman. Darvozada O'tkir Yusupov, himoyachilar to'rtligi Alijonov. Hozir Portugaliya xavfli hujumga chiqib ketyapti. Alijonov bo'ldi. Xotirjam. Alijonov, Nasrullayev, Husanov hamda Sayfiyev. Ronaldo o'zqanoq pressing qildi. Yarim himoyada Otabek Shukurov hamda Hamrabekov. Hujumchi ortida Abbosbek Fayzullayev. Hujumchi uchligi zarba. Juda xavfli chiqqan hozirgi zarba. Juda xavfli. Juda xavfli chiqqan rostdan ham. Xo'p. Endi hujumchilar uchligi Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov, Oston O'runov. Hozir mana Shomurodov chiqdi. Yamanlar o'tolmagan. Bilmadim. Balki biz o'tarmiz. Portugaliya. Darvozada Portugaliyada João Neves. Costa bo'lishi kerak. Diego Costa. Hop, himoya to'rtligi Joao Cancelo. Hop, yana kimlar bor? Menyang bor va Robertson va Silva degan futbolchilar. Oldinga o'tsak. Va hozir Parley va Neves. Shular hujumchi ortida esa Portugaliyaning hujum ortida Bruno Fernandes. Hujumchi uchligi Leo, Bernardo, Cristiano Ronaldo. Va hozir bizda texnik xato. Portugaliyaga to'p qaytdi. Va Portugaliya kim? Yana Portugaliyada to'p. Masharipov, Joao Cancelo'dan o'tib ketdi Masharipov. Masharipov xavfli hujum yaratmoqchi. Silvadan ham o'tdi. Va yo'q. Unchalik xavfli bo'lmadi. Hop. Ketdi. Oston O'runov, Oston. Bu yoqqa bilmadim. Respekt. Chotki taym o'tkazishdi. Men bu taym uchun rahmat aytaman. Ikkala jamoa futbolchilariga ham. Chunki yaxshi o'yin bo'ldi. O'zbekiston ham yaxshi harakatlandi, lekin Portugaliyada bitta zarba bor, aniq, to'chni borgan. To'pni ko'proq biz olib yurdik, ugullar, follar bo'lmadi. Paslash o'ziga yarasha normalni. Ketdi ikkinchi taym. Ikkinchi bo'limga chiqib keldik. Uchrashuv ikkinchi bo'lim boshlandi. Birinchi bo'limda aytganimdek sostavlar umuman o'zgarmadi. O'sha birinchi bo'limdagidek o'zgarishlar yo'q. Ronaldo to'pga qo'ymasin. Cristiano birga bir vaziyatga chiqmoqchi. Zarba. Ronaldo dunyoning eng zo'r futbolchisi. Bitta ham bu. Cristiano Ronaldo. Kim Ronaldo? Messi. Bilmadim. Ronaldo 38 yoshida PSJni kaltaylab tashladi. Messi Inter Miami'da shunchaki to'g'ri olmagan kuboklar ko'payib ketdi, lekin futbolchi jihatidan baribir Ronaldo kim nima deydi? Albatta buni kommentariyaga yozib qoldiramiz. Ronaldo emas. Va keyingi o'yinda qaysi komandalar o'ynasin shundan kerak. Demak, like ham bosib qo'yilib, podpiska. Shuni bosasizlar bo'ldi. Obuna qo'yib bo'ldi. Alloh mana o'sha hali oldinda niyatlar juda ko'p. Shu joyimiz 20 ta like yig'sa
keyingi videomizda kim olamiz? City Liverpool o'ynaydi. Davaymi? City Liverpool uchraymiz. Ketdi. Go City Liverpool. Qani kim yutarkan? Pas hozir. Kanselolarni aldash ozgincha qiyinchilik keltiradi. Hoppa, boss, okay, boss. Bo'ldi, Shomurodov. Yana aytganda Diogo. To'p bormadi, darvozabonga. Darvozabonga hujum bormadi. Lekin biz ko'proq oldinga chiqyapmiz. Bular anaqa nima deydi? Zarba bilan tugatyapti. Chiroyli chiqib qolyapti. Zo'r tiki-taka biladi. Bizda ozgincha baribir Portugaliya bo'lganiga ham ozgincha nom jihatdan ham kamroqmiz. Endi o'ziga qaraydi. Hoppa, Fayzullayev, Abbos. Shomurodov. Hoppa, ketdi Abbos. Ya. Husanov. Husanov. Kimlar o'rnaydi? Cristiano kelganda baribir. Ekstra bo'limlar bo'ladi bu o'yinimizda. Ha, o'rtoqlik uchrashuvi prostdagi birimizni o'rganish uchun bo'lsa ham ekstra bo'limlar bo'ladi. Bitta g'olib ta'minlanadi. Penalti ham bo'ladi. Bemalol. Bugun mazza qilib futbol ko'ramiz aytsa. Vitina tushyapti. Leo o'rniga. Hujumchi o'rniga Vitina, yarim himoyachi tushdi hujumchi o'rniga. Bo'ldi. Ikkinchi bo'lim yakunlandi. O'zingizlar ko'rdinglar. Zo'r o'yin o'tdi. Menga yoqdi. Chotki 90 daqiqa chotki o'ynadan endi qo'shimcha taymlar. Bemalol statistikalarga e'tibor berishingiz mumkin. Shtraf no'yda zarba bo'yicha 1-0. Foul uchun ham 1-0. Portugaliya olindi. Ya'ni foul shat qo'ygan, set qo'ygan. O'zbekiston bittagina shtrafdan zarba yo'llagan. Xo'sh, to'plarda O'zbekiston ozgincha oldinda. Ular katta emas, tafovut. Ana endi qo'shimcha bo'limlarda ko'ramiz. Qo'shimcha taymlar boshlandi. Katta uchrashuvning kulminatsiyasi. Alijonov kimga? Sharipovga edi pas. Ammo unga ham bormadi. Husanov to'pni egallab oldi. Sirrazi xotirjamlikka. Oston ayo o'yinchi bor ekan. Ostonga ham shunaqa vaziyat yaratib qo'yadimi demoqchi edim. Shomurodov tashlasa bo'lardi. Bruno Fernandesga pas ketadi. Ronaldo, Ronaldo, Sayfiyev ham ancha xavfli tashlab qo'ydi. O'sole. Va daqiqa tugabdi. Qanaqa shtraf yo'q. Portugaliyaning 2%ga ko'paytirdi to'plarni o'zida olib yurishi. Ana bo'lmasam. O'zbekiston bo'ldi, o'zgarish bor. O'zbekiston o'zgarish qilmadi. Ular balki oxirgacha ham o'zgarish qilmas. Xo'p. Endi men qisqacha anaqa birinchi qo'shimcha taymda O'zbekiston long paslarni ko'paytirdi negadir. Himoyachilar charchab qolgandek, xuddi hujumchilar hali o'zida. Lekin unaqa emas. Portugaliya to'pni olib yurishda yaxshi daqiqalarni o'tkazdi, yaxshi faol bo'ldi. Endi bilmadim. Oxirida to'plar kim ko'proq berdi deganda balki Portugaliya oshib ketar. Ronaldo, Brunoga. Bruno! Juda ham xavfli vaziyat bo'ldi. Hozirgina 5 daqiqa qoldi. Vitina orqaga. Ronaldo! Bu Cristianoning zarbasi ustun bo'lgan ekan shekil. Yana o'zgarish. Menyang o'rniga. Bitta portilladi.
Wow. Wow. Pas. Shomurodov. O'yin tugadimi? Time tugadi. Penaltilar seriyasi. Penaltilar. Birinchi bo'lib O'zbekiston boshladi. Hamrabekov. Zarba va gol. Gol. Biz oldindamiz azizlar. Portugaliya zarba va ustun. Vitina xatoga yo'l qo'ydi. Shomurodov. Zarba gol. Biz 2-0 hisobida oldindamiz penaltilar seriyasida. Bularda endi ikkinchi zarba. Nevash. Voy! Bu ham ustunni boylab qo'ydi Joao Nevash. Abbosdan zarba ko'ramiz. Abbos va gol. Juda ham ishonchli tarzda Abbosbek. Fayzullayev. Ronaldo. Bu bola gol urmasak. Cristiano. Gol urmaganda hozir bo'lmas edi. Ostondan zarba ko'ramiz. Oston va gol. Gol azizlar, gol. Biz g'alaba qozondik. Biz o'yinda zo'r o'ynamagan bo'lishimiz mumkin. Zarbalar bo'yicha Pasheta Portugaliya baland olgan bo'lishi mumkin, ammo biz penaltilar seriyasida yutdik. Biz mana bu anaqa bilan darajani ko'rsatib qo'ydik. Bu bizning terma jamoa, bu bizning vatandoshlarimiz. Statistikani ham ko'rishingiz mumkin. 4 ta zarba, 4 talasi ham aniq O'zbekiston penalti seriyasini hisoblamaganda normalniy. O'zingizlar baho beringlar. Portugaliya yaxshi o'ynadi, lekin baribir boshqacha. Eng zo'r o'yinchi Shomurodov bo'libdi. O'tkir Yusupov qilmadi lekin. Ikkita ham ustunga tegdi, 3 ta tepdi Portugaliya, bizda 4 ta tepdi. Chunki baribir 5 shans 2 ta gol qoldi. 2 tursa ham 3 bo'lardi bo'ldi. Biz g'olib bo'ldik. Hammalarni, barchalarni Portugaliyani ustidan qilgan g'alabamiz bilan tabriklayman. Albatta bu kanalimizga like bosib qo'ying, iltimos like portlatib tashlaylik. Takkayu keyingi o'yinni Manchester City hamda Liverpool qilamiz. O'zbekiston Portugaliya qildi. Istasalar Kolumbiya O'zbekistonni qilib ko'ramiz. Yana qaysidir anaqalar bor. O'zimiz raqibimizni bilib olganimizda hozir uni ham qilardik. Xo'sh. Istasalar boshqa Argentinalar bilan nima deysizlar? Istasalar Braziliya, Argentina xohishingiz. Shunchaki kommentariyaga yozasiz, kim bilan kim o'ynashini xohlaysiz. Like bosib, obunani ham bo'lib qo'yinglar. Iltimos obuna bo'linglar. Biz o'sha 100 ta bo'ldik. Xudo xolasa o'sha 181 ta bo'lganmiz. Xudo xolasa ana endi yana bitta tirs 19 obuna chiqsanglar 200 ta bo'lamiz. Xudo xolasa 1000 ta bo'lamiz. 1000 tadan keyin o'sha 100 ming ta knopka olamiz. Xudo xolasa. Hamma obunani bosib qo'ysin. Xudo xolasa knopka olamiz. Ko'rib turibsizlar, statistika tomonidan mana Mahmudni ham ko'ringlar, to'g'risi. Ronaldo ekan Portugaliyada eng zo'r futbolchi. Ronaldodan Nasrullayev ham baland olgan, Hamrabekov ham, Shukurov ham olgan. Lekin Portugaliya ham o'ynamadi. To'g'ri, ko'pchilik mana bu endi tushganlar uchun hali baho qo'yilmadi. Joao Neves 3, Tor Bernardo. Yaxshi, O'zbekiston ham yaxshi olgan. O'zbekistonda hamma 11 ta o'yinchi, umuman o'zgarish qilmadi. Yigitlarga qoyil qoldik. Shunchaki bravo. Bo'ldi, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Like'larni portlatib tashlaymiz, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Keyingi safar kim bo'lsa, video haqida ham qilib qo'yinglar. Men ham endi sharhlovchi bo'yicha ozgincha sharhlashga qiziqaman. Yaxshi sharhladimmi? Shuni aytib ko'ringlar. Balki meni ham o'sha like'lar ko'paytirsanglar, hamma ko'radi bu videoni. Meni ham balki televideniyalarga chaqirishar. Birga balkim Xudo xolasa jonli efirda El Clasico'ni sharhlayman, Xudo xolasa. Xayr, salomat bo'linglar.